bir yil ichida masalan farzand ko'rdi deylik. Unaqada farzandga grajdanstvo emas, oddiy rezident kartasi olinadi va shu rezident kartasi orqali ota-onasiga rezidensiya beriladi. Dilnoza opa, menga direktor ko'plar yozadi-da, studentlar qanaqa kelsa bo'ladi, nima qilish kerak buning uchun? O'shani qisqacha aytib bering. Endi hozirgi kunda qonun hali tasdiqlanmagan. Dilnoza opa, birinchi bo'lib oldingi va hozirgi vaziyatni aytib bering. Qonun bo'yicha nima bo'ldi? Hozirgi kunda qonun hali tasdiqlanmagan. Ya'ni tasdiqdan o'tmadi. Endi lekin o'tish arafasida. Qanday desam bo'ladi? Bu narsa boyagi vazirlar, vazirlar bilan muhokama qilinib, yangi qonun chiqmoqchi bo'ladi, lekin ular qonunni tuzishadi va parlamentga topshiradi. Parlamentga kirgandan keyin u yana qayta muhokama bo'ladi. Undan keyin assambleyaga topshiriladi, respublikanskiy assambleyaga kiradi. Shunda parlamentga olib kirilgan paytida bu narsani ular qabul qilishmadi, chunki 19-iyun bilan boshlanadi qonun, ya'ni orqa retroaktiv tarzda boshlanadi degan edi. U qonunni bular qabul qilmaydi, chunki qonunga zid narsa, retroaktiv bilan boshlanish bu qonunga zid narsa. O'rtoqlar, biz hozir Coimbra universitetida olib turibmiz va hozir ishga kirib, men Dilnoza opa bilan birlikda savol beraman, javobni olamiz. Bu spesial studentlar uchun. Qani ketdi? Dilnoza opa, menga direktor ko'plar yozadi-da, studentlar qanaqa kelsa bo'ladi, nima qilish kerak buning uchun? O'shani qisqacha aytib bering bizga. To'g'ri, student bo'lish Portugaliyada imkoni bor. Ya'ni buni ikki yo'l bor. Ikki xil yo'ldan qilsa bo'ladi legalizatsiyasini. Va studentlik masalan agar Toshkent O'zbekistonda bo'lsa yoki bir boshqa mamlakatda bo'lsa, posolstvo orqali kirish kerak bo'ladi. Bu ya'ni bu posolstvoga murojaat qilishdan oldin universitet bilan universitetga dokumentlarni topshirib, universitet unga tasdiqlovchi spravka bergan bo'lishi kerak. Ya'ni qabul qildik degan spravkasini olish kerak bo'ladi u student. Ya'ni bu narsa qanday amalga oshirsa bo'ladi? Ya'ni bizning konsultatsiyalarimiz bor, shunga ham murojaat qilsa, biz konsultatsiya berib, uni hammasini ipidan ignasigacha tushuntirib, kerak bo'lsa yonida topshirishga hamma narsaga yordam beramiz. Ya'ni akkompanyament deyiladi va soprovождение qilamiz. Shunaqa. Va masalan Portugaliyani o'ziga kirib kelgandan keyin ham kerakli dokumentlarni olib keladigan bo'lsa, hammasini bizlar tarjima qilib, to'g'rilab, tahlab, hammasini topshirib, kerakli universitetga topshirib, shu legalizatsiyasini ham qilsak bo'ladi. Ya'ni ham studentlikka topshirib beramiz, ham studentskiy legalizatsiyasini ham olib beramiz. Bu tushunarli. Shu ikki xil yo'li. Shunda chet elda turib ham topshiradi yoki kelib ham topshirish imkoniyati bor. Shunga endi agar hozir qonun chiqsa ham oldingi sanalar bilan, ya'ni kelayotgan sanalar bilan chiqishi kutilmoqda. Lekin haligacha tasdiqlanmadi. Lekin nima o'zgarishlar bo'lmoqda, shuni aytib berishim mumkin. Lekin u narsa ham aniq chiqadi degan narsa emas. Bu hali muhokamadan o'tiladigan narsa. Bunga hali prezident qo'l qo'yadimi, yo'qmi? Hali bu yerda assambleyaga olib kirilgandan keyin bu narsaga tasdiqlanib o'tadimi, yo'qmi? Uni hech kim bilmaydi. Bu demokratik mamlakat bo'lgani uchun bu xalqqa ham e'tibor beriladi. Xalqni ham boyagi ovoziga qaraydi. Bu narsa to'g'ri keladimi, yo'qmi? Shuni hamma narsasini hisobga olgan holda keyinchalik keyin qonun chiqib, qonun mana shu kun bilan chiqadi deb ko'rsatiladi. Diario Republika degan anaqa bor. Portugaliyaning o'zining gazetasi bor, ya'ni ham ofitsial sayti bor. Bu Diario Republika degan joyda birinchidan u narsa anaqa sahifasiga kiritiladi. Diario Republikaning saytiga kirgiziladi va shu yerda e'lon qilinadi, e'lon beriladi. Mana shu kundan boshlab mana shu qonun yuradi deb. Shu kundan boshlab keyin qonun
unaqa yurishni boshlaydi, ya'ni qonun ishga tushadi. ishga tushadi. Dinoz opa, yana bitta savol. Bu yoqqa kelgan, oilasi bilan kelgan, bolali bo'lsa, Portugaliyada bolasi tug'ilsa, bolasi tug'ilganida ular keyinchalik unga fuqarolik beriladimi yoki bolasiga tug'ilish bilan beriladimi? O'shani ham aytib keting. Farzand tug'ilsa Portugaliyada shundaymi? Da. Endi hozirgi kunda Portugaliyada farzand tug'iladigan bo'lsa, ota-onasida 1 yillik legalniy vizasi, ya'ni legalniy vizasi yoki VNJsi bo'ladigan bo'lsa, rezidentskiy kartasi bo'ladigan bo'lsa, olish imkoniyati bor. Lekin qonunga yana o'zgartirish kirilyapti. Ya'ni bu narsani 3 yillik qilmoqchi. Ya'ni ota-onasi 3 yillik legalizatsiyasi, ya'ni VNJsi bo'ladigan bo'lsa, unda shundan keyingina farzandga dokument olsa bo'ladi, ya'ni grajdanstvo olsa bo'ladi. Bu yangi qonunda, yangi qonun tasdiqlangandan keyin bo'ladigan narsa. Agar farzand, masalan, ota-onasi keldi ham deylik va o'sha ayol homilador bo'ldi va shu 1 yil ichida masalan farzand ko'rdi deylik. Unaqada farzandga grajdanstvo emas, oddiy rezident kartasi olinadi va shu rezident kartasi orqali ota-onasiga rezidensiya beriladi. Bu ham juda ham yaxshi imkoniyat. Da, tushunarli. Shunga bu narsa hozir tasdiqlandi degan narsa emas, lekin hozir gap ketyapti, shunaqa bo'ladi, shunaqa deb bu qanday boyagi vazirlar tomonidan bu narsa propochta deyiladi. Propochta degani bu mana shunday bo'ladi degan narsa ular tomonidan, ularning ko'z qarashi, ularni bergan unaqasi qonuni, lekin u narsa bo'lmasligi keyinchalik etapdan o'tib hal Bu bo'ladi. hozir bir o'rganib chiqyapti, to'g'rimi shunda? Bular o'zlari masalan vazirlar, ular partiyalar bor, partiya deyiladi, parlament partiyasi, masalan Shega partiyasi, AD partiyasi bor. Shunga o'xshab ular hammasi siz o'zingiz mana shunday muhokama qilinadi, bu qonun tuziladi. Hammasi partiyalar qo'shilib. Lekin u partiyalarni anaqasini boshqa partiyalar qabul qilmasligi mumkin. Bitta hammasi bir-birini gapini ma'qullaydi degani emas. Bu yerda prosta beriladi, ideya beriladi. Masalan, ideyaga o'xshagan narsada, masalan, endi masalan keyinlar qonunni masalan burungi grajdanstvoni 5 yillik bo'lsa, hozir 10 yilga ko'taramiz deb muhokama qilinadi, u hammasi yoziladi, lekin bundan tashqari o'tadigan etaplar bor. Agar shu etaplarda o'ta bilsagina qonun chiqadi. O'rtoqlar, Xayrullo aka, hozir yangi ish boshlaganlar. O'sha yangi ishlar to'g'risida gapirib beradilar. Marhamat aka. Ofisini ochdik. Ofisini portugalcha ofisina deyiladi. O'zi avtoservis. Avtoservis ochdik. Mashina bo'yicha. Hozirgi ishimiz, bo'yayotgan ishimiz mashinalar bo'yash. Pokraska tarafdan. Keyin bizlarda mexanik tarafdan bor. Halovoy motor, hidchista, detailing. Bizlarga yana odamlar ham kerak bo'ladi. Men direktimga yozsa bo'ladi. Yaxshi professional mashina bilan bo'yaydigan, malyar qiladigan hadoshiklar, motoristlar bo'lsa yozinglar, gaplashamiz. Shunga o'xshagan narsa, shuning uchun endi hali chiqmadi. Lekin nima deyilmoqda? Eski narsani aytadigan bo'lsak, eski qonunlarga keladigan bo'lsak, masalan, oldinlari 5 yil. 5 yilni yashab, qonunni yashasangiz, 5 yildan keyin grajdanstvoga topshirsangiz bo'ladi, ya'ni fuqarolikka topshirsangiz bo'lardi. Hozirgi kunda 5 yil emas, hozir 10 yillik qilmoqchi. Boshqa hamma davlatlar uchun, lekin portugal tilida so'zlashuvchi davlatlar uchun 7 yil. Shunaqa o'zgarishlar kutilmoqda. Endi uni o'zgarish bo'ladimi, yo'qmi? Bo'lsa kerak. Unga 80-90% примерно ishonamiz. Lekin orqa sana bilan bo'lishi уже tasdiqdan o'tmadi. 19-iyundan boshlab bo'ladi deyotgan-ku. Orqa sana bilan o'tmaydi. Chunki qonunda yo'q narsa, qonunga zid narsa bu narsa. Unaqa narsa to'g'ri kelmaydi va konstitutsiya sudi uni inkor etdi. Ya'ni bizga to'g'ri kelmaydi. Bu bizning konstitutsiyada ko'rilmagan. Bu odamlarni anaqasiga, insonlarni anaqasiga, qonuniga zid narsa. Qanday desam, insonlarni hayotini
xavfga qo'yadigan narsa. Chunki ko'p protsesslar уже boshlandi. Ko'p protsesslar kirgizilib qo'ydi. 19-sanada ham kirizildi, 20da ham kirizildi, lekin ular muhokama qilgan kuni 23 bo'ldi. 23-iyunda muhokama qilishyapti. Qanday shunda orqa bilan kirgizilgan insonlarning ishlari shunda ko'rib chiqilmaydi, u shunda yangi qonunga o'tib ketadimi? Bo'lmaydi. U qilingan kundan keyin chiqish kerak qonun. Qonun orqa bilan chiqmaydi. Qonun oldin bilan chiqadi. Shunday. Endi ikkinchi narsa bu yana bu VNJga o'zgarishlar kirgizildi. Bu VNJdan o'zgarishlar bu masalan yaqinda chiqqan qonun shu narsalardan iborat edi. Inson legal holatda Portugaliyaga kirib kelishi kerak. Legal holatda degani bu inson o'sha VNJ bilan, ya'ni posolstvo orqali, konsul orqali Portugaliyaga ishga kirib kelish kerak. Ya'ni bu yerdan o'sha chaqirilgan bo'lishi kerak. Bir xo'jayin приглашение yuboradi. Shu ishchi kerak deb, shu ishchiga viza qilinadi konsulstvoda. Shunday viza berilgandan keyin viza pasportga uriladi, keyin Portugaliyaga kirib, boyagi VNJsini oladi, kartchkaga o'zgartiriladi. Bunaqa yaqinda shunaqa qonun bilan chiqqan edi. Endi yana o'zgarish kiritildi. Bunga nima? Masalan, shu dokumentni olib bo'lganidan keyin oilasini olib kelmoqchi bo'lsa, oilasini qanday olib kelsa bo'ladi? Agar endi bu narsa hali qonunga kirib kelgani yo'q, lekin agar взрослый, ya'ni ayol bo'lsa, masalan aytamiz, erkak inson o'zini ayolini va bola chaqasini olib kelmoqchi. Ayolini через посольство olib kelish kerak. Lekin bolalarini через посольство olib kelsa ham bo'ladi yoki bu yerga Portugaliyaga olib kelgandan keyin legalizatsiya qilsa bo'ladi deb ko'rilmoqda. Endi bu narsaga bunday e'tibor beradigan bo'lsak, bu narsa qanday shunda ayoli u yerda qoladi, bolasini olib keladi. Shunga o'xshab bu narsa uncha aqlga sig'maydigan narsa. Lekin shunday narsa qilsa bo'ladi. Hammasini shunday posolstvo orqali olib kelgan yaxshi. Onasini olib kelmasdan turib bolalarini olib kelib qiynalmasligi uchun. Yana nima deb aytsak bo'ladi? Yana bitta narsa o'zgartirish kiritildi. Masalan, shu VNJ olgandan keyin darrov воссоединениyaga ariza tashlasa bo'lar edi oldinlari. Hozirgi kunda yo'q. Hozirgi kunda 2 yil muddati o'tadi, VNJ oladi, 2 yil muddati legalna ishlaydi, shu inson legalna Portugaliyada yashaydi, ishlaydi va shundan keyin 2 yildan keyingina ariza topshira oladi. Shunaqa qonun kiritilmoqda. Endi bu ham hali pod vопросом, hali hech kim bilmaydi, rostdan kiritiladimi yo'qmi, chunki bu narsa bari muhokamadan o'tilgandan keyin, go'los yig'ilgandan keyin, ya'ni ovoz yig'ish kerak. Ovoz yig'ilib tasdiqlanadi, u ko'rib chiqiladi, shunga o'xshagan narsa. Yana nima o'zgarishlar? Bu yana boyagi Portugaliyadagi Portugal tilida gaplashuvchilar uchun отдельно boyagi ularda bunaqa narsa bor edi-da. Masalan, Portugal tilida gaplashadigan mamlakatlar o'zining mamlakatidan turib portugalskiy konsulstvosidan viza olsa bo'lardi, ish izlashlik vizasi, ya'ni ish izlashga imkoniyat beradigan viza bor edi. Procura de trabalho deyiladi, visto procura trabalho. Bu degani u men ishsizman bu yerda, men Portugaliyaga borib ish izlamoqchiman deb ariza tashlaydi va shu narsani haqiqatan ham ishsizligini ko'rsa, haqiqatan ish kerakligini ko'rsa, ular viza beradi, Portugaliyaga kelib 3 oy muddat beriladi u kishiga. 3 oyning ichida ish topish kerak. Uzog'i bilan 6 oy muddat, agar ayrim sabablar bo'lsa, haqiqatan ham ish izlab topmay, yana ko'proq yurib qo'yadigan bo'lsa, 6 oygacha cho'zilishi mumkin. Shunaqa narsa bor edi. Endi lekin ularni hozir olib tashlamoqda va bu narsani qilish mumkin imkoniyati bor kimga? Kim oliy ma'lumotli insonlarga. Ya'ni diplomированный kasb egalari shu boyagi ish izlashlik vizasi bilan kirib kelsa bo'ladi degan chiqarilmoqda. Lekin любой davlatdan, to'g'rimi? Butun dunyodan kirsa bo'ladi. Hozir bular SNG davlatni ham qo'shmoqda, lekin bularda hozirgi kunda Portugal tilida gaplashadigan mamlakatlar haqida gapirilmoqda, lekin kelajakda u ham kirilishi mumkin boyagi. Endi qarang, bizlarda informatsiya berish ikkita xil yo'li bor. Ya'ni informatsiya tekin konsultatsiya
va pullik konsultatsiya bor. Tekin konsultatsiya 15 minutgacha beriladi. Bu narsada 15 minutning ichida tez beriladigan savollar faqat berilib, unga javob berilishi mumkin. U narsa tekin. Meni yordamchim bor. Bizlarni anaqamizga Instagramga, direktga yoki bo'lmasam mana shu WhatsAppimizga yozsa, bizlar shu konsultatsiyani 15 minutga yoziladi. 15 minut konsultatsiya ham yozilishi kerak. Shunday telefonni qilib 15 minutlik konsultatsiya tez ola olmaydi, chunki bizlarda ham vaqt belgilangan. Buni yozganmiz, undan tashqari qiladigan ishlarimiz bor. Insonlarning dokumentini olib qo'yganmiz, shunga o'xshagan narsa. Keyin pulligi bor. Pullik bu 1 soatgacha beriladi informatsiya. Bu xohlagan savolga javob beriladi. Portugaliya bo'yicha nima savollari bo'lsa, qonun bo'ladimi, yashash tarzi bo'ladimi, shaharlari bo'ladimi, o'qish nima bo'lsa ham hamma savollarga 1 soatning ichida inshaalloh javob beramiz. Uni pullikni endi biz narxini spetsialniy boyagi Portugaliyada yashamaganlar uchun qilib belgilaganmiz. Bu 50 yevrodan deb aytamiz, lekin Portugaliyada yoki boshqa chet elda qiyin ko'proq masala muhokama qilsak, 50 yevrodan oshadi. Chunki bu 50 yevrodan boshlanadi, lekin masalan bazaviy 50 yevro 1 soatgacha. Undan keyin ko'proq masalani ko'rib chiqilish bo'lsa, yana ko'proq vaqt olsa, narxi boya vaqtiga qarab oshadi.